Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan men Zikra Uzchi do'stlar. Bugun sizlar bilan do'stlar armiya videosini olamiz do'stlar. Qisqa jina qatayotganiga ahamiyat bermang do'stlar. Videoga marhamat turing do'stlar. Do'stlar mana bu yerlar yonib ketdi. Unda do'stlar to'g'rilaymiz. Do'stlar unda mana bularni buzamiz va do'stlar mana buni ichida ko'ramiz. Va mana bularni olib bularni o'zi o'chdi do'stlar. Unda sandiqchaga ko'rsak ishton bilan obsidian bor ekan. Do'stlar unda bugun mana bu yerga kirib do'stlar mana buni to'g'rilab yubormasak bo'lmaydi. Mana bu oxirida turibdi ekan. Unda nimadir sal yugurmay turibdi. Unda boshladik do'stlar. Unda mana bu yerdan daraxt chopamiz va bu daraxtlarni maydalaymiz. Do'stlar nimagadir chopmayapti. Bo'lsam hozir to'g'rilab yuboramiz qani. Mana do'stlar to'g'rilandi do'stlar. Do'stlar videoga mana shu joyda do'stlar videoga like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Unda do'stlar mana bularni chopamiz va nimagadir do'stlar rosa chopilmayapti. Hozir to'g'rilaymiz va ana do'stlar to'g'riladik va unda do'stlar mana bu yerda mana bu ishtonni kiyamiz va do'stlar mana shu yerni sillashtirib qo'yaman do'stlar. Mana do'stlar mana bu yerdagi verslab qo'yamiz va do'stlar mana bu taxtaga chun yasab mana bu yerni do'stlar bizga 6 ta tosh kerak bo'ladi do'stlar bizga. Unda boshladik. Do'stlar mayli chargash ketibman. Mayli do'stlar unda mana bu yerni qazamiz va mana bunday mana bu yerga do'stlar nimagadir so'z nutqini yaxshilashim kerak. Mana bu yerga do'stlar qo'yamiz. Mana qo'yamiz deb buzamiz do'stlar. Bu yerga buzamiz do'stlar. Buzganimizdan keyin esa qani 4 5 6 ta bo'ldi yetadi do'stlar bizga. Endi mana bularni qo'yib tepaga chiqib olamiz. Unda mana bular bilan olib do'stlar unda verstakni ham buzamiz. Do'stlar men so'z nutqim unchalik ham yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun ham do'stlar ahamiyat bermaysizlar. Do'stlar unda mana bu yerda daraxtlarni chopishni boshlaymiz. Lekin do'stlar bu yerda montaj qildim do'stlar. Bu yerda sizlar do'stlar kirib o'tirmaysizlar. Mana videoni mana bularni chopib bo'lib videoga qaytamiz do'stlar. Mana bu daraxtni ham chopamiz va buni ham mana do'stlar hozir videoga do'stlar qaytdik do'stlar. Videoda do'stlar bu daraxtlarni chopganimni montaj qilganim do'stlar. Unda do'stlar qotyapti, unchalik ham e'tibor bermaysizlar. Unda do'stlar bularni chopib olsak do'stlar unda mana bunaqa mana bu daraxtlarni ham olamiz. Keyinroq ekamiz do'stlar. Mana bu 30 bitta bo'libdi do'stlar. 30 bittani olamiz va mana bu yerga qo'yamiz.
olamiz va do'stlar mana maydalab olamiz va do'stlar bizda taxtalar ko'p. Unda do'stlar mana bu yerga qo'yamiz va do'stlar hozir do'stlar sizlarga hozir obuna bo'lsanglar juda ham zo'r bo'lardi do'stlar. Buni ikkinchi marta aytishim do'stlar. Do'stlar sizlarga agar shu modlar kerak bo'lsa, masalan Minecraft qanchalik versiya menga aytsanglar, mening Telegram kanalimda bor do'stlar. Telegram kanalim esa описание va kommentda bo'ladi. Unda do'stlar mana bularni qo'yib olamiz. Do'stlar agar do'stlar yana bitta aytaman. Agar kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqib qolgan bo'lsa do'stlar, obuna bo'ling hozir. Do'stlar bunga o'xshagan mana buni yana ikkinchi qism do'stlar, men buni mayli do'stlar sizlar uchun 10 ta qism qilaman do'stlar. 10 ta qism. Do'stlar bu qismlarda ko'rishingiz mumkin. Shuning uchun ham bu kanalni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'ling do'stlar. Men hayronman do'stlar, bitta video qo'ygandim 200 qanchaga ko'ribdi, lekin unchalik ko'psa obuna bo'lmayapti do'stlar. Tezroq do'stlar bu kanalda obunani mana shu ko'rgan odamlarning hammasi obuna bo'lsa do'stlar, biz streamlar qilamiz do'stlar, har xillarni qilamiz do'stlar. Tezroq ko'proq obunachi yig'ishimiz kerak do'stlar. Iltimos kanalga obuna bo'ling do'stlar, bu juda ham zarur. Do'stlar, unda mana bularni ham qo'yamiz. Do'stlar, modlar kerak bo'lsa, mening Telegram kanalimda bor do'stlar. Sizlarga yana bitta aytib turibman. Va do'stlar, Telegram kanaliga ham obuna bo'lishni unutmang. Unda mana bularni ham qo'yamiz do'stlar. Do'stlar, hozir mana shu videoni mana shu yerda video tugaydi do'stlar, mana shu yerda, lekin hozir emas. Mana bularni qo'yib yuboramiz va keyin mana bu daraxtlar bor edi. Daraxtlarni ham ekamiz do'stlar. Daraxtlarni ekib do'stlar, mana do'stlar qumdan do'stlar o'ylab ko'rdingizlar, qumdan ham qilib bo'lar ekan. Mayli do'stlar, keyingi qismda qumdan ham qilamiz do'stlar. Qumdan uy quramiz do'stlar. Keyingi qismda temir topamiz va qumdan uy quramiz. Ko'p narsa qilamiz do'stlar. Do'stlar, yana bitta aytishim, kanalga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang do'stlar. Do'stlar, shunaqa videolar ko'proq chiqishi uchun menga juda ham ko'p motivatsiya berishingiz kerak do'stlar. Obuna bo'ling do'stlar. Men tezroq 100 ta obunachi yoki 200 ta farq do'stlar.